Xo'p, qaranglaylar. Nodimiz har doim request keladi. Requestimizni nishat tekshirib olamiz. Ya'ni bizga ma'lumot joylajak bo'lsak, requestlarimiz post bo'ladi. Shu postni tekshirib olishimiz kerak. If requestning nima requestning metodi dengmi deyman postga. Xo'p, post bo'ladimi bo'lsa u amal bajarsin desanglar, bize obyekt yaratib olishimiz kerak. Book obyektini nishatib yaratamiz. Book nokta object nokta create qilamiz. Xo'p, ne usullari bor edi? Modelimda nomi bor edi. Modelimdagi nelar bu? Ustunlarning nomi. Nomi kengisi nomi? Bet soni kengisi nima edi? Holati. Xo'p, endi inputdan qabul etib olishi kerak, shundaymi? Hay? Inputdan qabul etishi kerak. Boshda biror o'zgaruvchiga saqlab turish kerak. Nomi degan o'zgaruvchi ochib olaman. Tushunarlimi? Bet soni degan soni degan o'zgaruvchi ochib olaman. Keyingisi nima bo'ladi? Holati degan o'zgaruvchi ochib olaman. Endi inputdan qabul etib olishim kerak qiymati. Input bilan bog'lashim kerak. Uni nishitamiz request post deb turib burchakni o'rgatganman shunchaki. Shundaymi? Inputni bo'sh qoldirsam xato beradi bunchaki deb aytish. Tushunarlimi? Biz undan sal qo'shimcha qo'shamiz. Get deyman men qovsachamandan nomi deyman. Sababni tushunadi bu-da? Input'a bog'lashadi sabab. Get deymizdan nima deymiz? Bet sonidek ketadi shuni. Orasini ochmaylar, bu inputning o'zini nima yozaman edim, shundaymi? Request post deymiz. Keyin nima bo'ladi? Nokta get holati. Tushunarlimi? Endi bu inputdan keldi bu qiymatlar. Bularni ishlatishim kerak. Kelgandan keyin obyekt yaratib olishim uchun, yana qaranglar, top paybeda sen birinchi inputingga, to'rt burchakingga birinchisini masalan Tohir deb kirsang, Tohir keladi dag'in, bu nom degani o'zi degan o'zgaruvchiga qiymat bo'lib saqlanadi. Tushunarlimi? Shu Tohirni keyin obyekt yaratish kerak-ku, bera toppa Tohir deb yozgan deydi, tushundingizlarmi? O'chirib tashlab yana yozgan deydi. Bera nishatamiz? Nomini beramiz. Nomi, virgul qo'yamiz. Keyingisi nima bo'ladi? Bet sonini beramiz. Keyingisi holati beramiz. Shunda virgul bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Bu Tohir deganni o'chirib tashlaymiz. Ana men funksiyam deyarli tayyor. Lekin qaysi HTMLda qo'shishim aytmadim. Return bilan qaranglar, if bilan bir qatorda turibdi. Ko'rdingizlarmi? Return bilan render etamiz. Qaysi HTMLda qo'shishlarimizni har doim request keladi. Keyin qaysi HTMLda add book .html. Beri hiç gitmedi 3. qiymat bu. Sebep görünmez. Shundaymi? Endi nishatamiz buni ustoz desanglar, qaranglar. Endi bu to'liq bo'ldi. Endi buni nishatamiz desanglar. Endi template yozamiz. Bo'ldi, bizning funksiya tayyor. Template'dan nima yaratamiz? Add book.html. HTML'im nechik bo'ladi? Ma'lumot yuborajak bo'lsam, forum bilan yubораman. Forum bilan. Forumning nishatamiz metodini post etaman. Ana endi ichidan input qo'yishim kerak. Input etib 1 2 3. Lekin 3 ta input, shundaymi? Bizda lekin oyda tanlov bo'lishi kerak edi, shundaymi axir? Tanlaydigan etishimiz kerak ekan. Ikkinchisi tanlov edi. Oxirgimi? Ya bir narsami model ko'rib olsak, oxirgisi
tanlash xalagan yerlarga qo'yib berasizlar. Bu tanlash shunda input bo'lishi kerak emas-ku, mantiq jihatdan endi bo'lib turishi kerak emas. Bu yerda tanlaydigan bo'lish kerak, shundaymi? Mana nima aytamiz? 3-inputni o'chirib tashlayman. Buning o'rniga nima qo'yamiz? Select qo'yamiz. Selectdan nima qo'yamiz? Option deymiz. Shundaymi axir? Option 2 dana. Birinchisi nima? Elektron kitob, ikkinchisi qog'oz kitob. Yana deyarli mantiq jihatdan o'xshadi, shundaymi? Elektron kitob, qog'oz kitob tanlaydi. Endi bir dana qunupga kerak, qo'shadan qunupga ishlatamiz. Bu yerda button deymiz, qunupga qo'yamiz. Kitob qo'shish. Tushunarlimi? Bunda type'ni ishlatamiz. Submit etamiz. Ya'ni ma'lumot ketishi uchun. Ana deyarli bo'ldi. Endi inputlarni bir-birine bog'lasam bo'ldi. Shundaymi axir? Savol. Birinchi beta adını kiritaman dedim. Ikkinchi betani o kiritishim kerak edi. Kitob soni, raqam kiritishim kerak. Hozir harflar ham kirib turibdi. Buni nima etamiz? Type'ni number etib qo'yamiz. Ana endi bog'lashim kerak. View bilan bog'lashim kerak. View bilan aytdim. Xo'p, ibo post deb aytdim bu yerni. Metodi post deb aytdim. Lekin qaysi inputga qaysi o'zgaruvchi to'g'riga ekanini aytmadim. İbida nomada qo'yibmiz-ku, betlar soni, holati, shuni name bilan barib o'tib ketaman. Nima ekan? Name'ni yozaman. Nomi deyman. Keyingisi nima? Name'ni bet soni. Keyingisi nima? Holatimi? Holati. Xo'p, bizlar ID hozircha kerakmidi? Keyin qaranglar. Bu oddiygina tanlov bo'lib qoldi bu yana qaranglar-da. Yozdim. Tanlov bo'lib qoldi. Endi qog'ozladim. Oddiygina tanlov. Ha, bazaga yetib turgani yo'q-ku. Shundaymi? Bu value ga qiymat yozamiz. Nima deymiz? Bu modelimda nima yoziladi? Modelimda elektron desangizda, bu valuesini elektron desangizda elektron, qog'oz desangizda nima bo'ladi? Qog'oz kitob. Ana endi bazaga ketadigan inputim deyarli, ya'ni HTML'im deyarli bo'ldi bu. Tushundingizlarmi? Ishlaydi bu. Endi nima ekamiz hali shundan? URL ekamiz. URL ni aytib yozamiz? Ibera yanki add book deganim chaqirib olaman. Keyin ibera albatta virgul qo'yaman, keyin paz deyman. Nima deymiz? Qo'shtirnoq ichida add deymiz. Keyin nima aytamiz? Add book degan funksiyani ishlat deyman. Loyihama qaytadan run server beraman. Uyi ishlab turibdi loyiham. Upload bersam shunday. Ibera kelib turib nima aytaman? Add desam ochib berdi. Haqiqatda o'tgan kunlar kitobini qo'shib ko'ralkani. Betlar soni 150 bet deyli, elektron kitobda turib saqlashib bosadi. Nima bo'lib turibdi? Crafty tokenni qo'ymadik biz. Nelardan himoyalash uchun? Nima? Hakkerlardan, boshqasidan. Nechitamiz edi? Xref tokenni qo'shishimiz kerak. Tushunarlimi? Endi yaproq vaqti ishlamay ham qolishi mumkin. Mana o'tgan kunlar 150 bet, xullas qarorchi shuni qo'ydikdan bosdik qo'shdi. Endi bosh sahifama kelaman va ishlataman. Rostdan ham qo'shib berdi. Qo'shish degan ishladi. Lekin bu add degan bo'limini o'tib o'tirishim kerak URL'ni to'g'rilab, shundaymi? Bu qunupkani bosganda yangi kitob qo'shish deganda shu sahifani ochib bersinmi? Nishaytamiz? Bu linkka yozamiz. Bu list books deganima, bu linkima yozaman. Yangi kitob qo'shish degani xrefini yozaman. Jingalak qovus ochaman, foil belgini ochaman. URL deyman, URL, ya'ni ibidagi URL aytacakman men. Ibidagi URL adbook degan URL'ni aytacakman. Nishatib aytaman, URL'im ishlatdijekman. Qo'shtirnoq